Mana xonadonni hozir ko'rsatib o'taman. Mana shu ko'cha tomonidan ko'rinish holati. Ko'cha tomonidan ko'rinish holati mana shu uy. Mana katta yo'lni bo'yi. Mana shu o'zimiz Toshloqqa shaharga chiqib ketadigan yo'l. Bu yog'i mana Mehnatobodga ketadi. Mana bog'cha 200 metr bog'chaga yaqin. Bu yog'i maktabga ham 200-250 metrcha bor. Mana shu xonadon sotilar ekan. U yangi qurilayotgan joydan mana shu tomonlari. Ular yangi qurib qo'ygan nima? O'zi hozir shu yerda yashayapti. Agar kimgaki shuna xonadon kerak bo'lsa, uy joy kerak bo'lsa, kelib murojaat qilishlari mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz, adreslarni qoldiramiz. Men hozir ichkarilarni ham ko'rsatib o'taman. Mana ichkari ko'rinishidan mana bular yangi qurilgan. Mana yerda 7 metrlik mehmonxonasi bor ekan mana. Ba'da ikkita 5 metrlikdan uy qurilgan. Endi bu qatobini fasadlarni qilib remontlar qilsa, yashasa bo'ladi. 8 o'tidan iborat mana. Hamma narsasi bor, mana mevalari, mana tandir bor. Mana endi jichamo qishda nimasigacha besaramjon bo'lib turibdi, buni sekin yig'ishtiriladi hali. Nima qo'ysa bo'laveradi. Mana shu joylar. Agorot ham bor. O shu 8 sotik. Bu 8 sotikka ekan nima? Mana qo'shlar ham uylar surayotgan boshlagan ekan. Mana shu joy. Atroflar ham yer o'ralgan. Endi kerak odam yana o'zi bir qator xohlagandan qilib qo'yib oladi. Mana shu joyni bir ko'ringlar. Bu tomonda qo'shni uyi, mana odamlar bor ekan, odamlar gullab mana. Endi sharoit bor, yo'lni bo'yi, eng asosiy yo'lni bo'yi, maktab yaqin, bog'cha yaqin. Shu joylar. Mana nimalar bo'lsa, uy zarurlar bo'lsa bir kelib bir maslahatlashib ko'rasizlar. Adreslarni, telefon nomerlarini qoldiramiz. Bizlar bir kelib gaplashasizlar. Mana shu joy ekan. Darvoza yangi mana. Mana shu joy mana. Mana shu sotiladigan uy mana shu. Tayyor hamma bo'lgan qo'l. So'g'lari qolib xolos, mana shu yo'lda bo'yi. Ariqda doim suv tayyor. Agar ular behijolat. Omon bo'lasizlar, kimga kerak bo'lsa kelib murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarini, adreslarni qoldiramiz.